pul topishni hozir o'rgataman. Tasavvur qilinglar, sizlar ertalab uyg'onyapsizlar va sizlarning 400 ming so'minglar 100 million, 150 million bo'lib ketdi. Nima his qiladinglar? Shok. Va 4 oy oldin Telegram obunachilari va kanal obunachilari shu narsani his qildi. Ikkinchi yanvar kuni kepkalarni kuchaytiraman. Mana $20 olganman, $400. Ko'rsangiz bo'ladi. Mana yana pepelarni kuchaytiraman. $40 olgan narsam mana $6000, mana $5000dan boshlanadi. Даже qimmatroq ketishi mumkin. Men so'zlagan narxini bemalol ko'rsaman sizlarga. Qaranglar. 600 so'm, 700 so'm, ya'ni $2100, $2200, $40 olgan narsam. Mana hozir kelinglar kepkani ko'ramiz sizlar bilan. Mana kepkalar. Burasi $400dan boshlanadi, $20 olingan narsa. Telegram sovg'alarida hamma foydasini oldi. Sizlar ham olmoqchi bo'lsanglar Telegramga o'tinglar. Chiqishidan oldin o'sha yerda xabar beriladi. Bizlar bilan birga sotib olasizlar. Qachon nima, qanaqa bo'lishini hammasini o'sha yerda yozib boraman. Like bosinglar, komment yozinglar, obuna bo'linglar. Instagramga ham obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Video davomida top 5 sovg'alarni qo'yganman, necha pulga olingan va hozir necha pul hammaga omad.